Assalomu alaykum Oybek ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, mana bunday sifatiga a'lo xunojin ishqibozlari. Akalar, biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shovon qishlog'iga yetib kelganmiz. Jigarlar, inshaalloh boru ko'zim bilan ko'rib o'tdim. 7 ta dutori bor ekan. 2 ta dalabopi ham bor ekan. Lekin xudo xolasa simentalga gibrididan tortib sigir qilishga arzigulik pachka mollar bor ekan. Akalar shuni deb bizga va'da berishyapti. 6-aprel aynan video syomkamiz 2:32 da bo'lyapti akalar. Kunda bulutli, ob-havo noqulayligini hisobga olib qo'yasizlar. Agar yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, qaytadan shu mollar egasiga ekran ostida nomer qoldiramiz. Aloqa qilsalaring bemalol yoritib beradilar. Akalar, shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring bittadan like va kommentariya yozib qo'yish esdan chiqmasin jigarlar. Xudo xolasa ozgina sozgina ham gibrid ham orqa boshi keng, qisqasi va'dani katta berishyapti. Narxlar ham yengil Oybekjon. Hozir kecha kunduzda bozor iqtisodiyoti ko'tarilib borayotgan bir vaqtda men qo'limdan kelgancha insof doirasida qo'yaman deyaptilar. Qani so'z isboti bilan. Assalomu alaykum. Obunachilar, yaxshimisizlar Oybekjon? Tinchmisiz? Charchamayapsiz? Bizimda samimiy ekan. Xudo xolasa bugungi xunojinlarni dutarini olib kelganmiz Oybekjon. Sigir boplari. Yeb ichlari sinab ko'rdim o'zi. Meni sinab ko'rishlar bir hafta. Uylarga yetib boradi. Ertaga yetib borsa, ertagadan bir hafta sinab olishadi. Xudo xolasa mana bundayda o'zi insonning yuzidan qanaqaligi ma'lum bo'lib turadi. Akam bilan suhbat qilsalaring, shunaqangi bir shinavanda ham bir halol inson. Ozginadan men ko'p guvohi bo'lganman. O'zim tanishlarga olib berganda ham xunojin mana shu yaxshi mol olib keladi-da. Olib berganda ham insof doirasida sotgan akalar. Mol uzunliklarga metro beringlar, oldi bo'yin taraflariga. Xudo xolasa uncha sifatli mollardan qolishmaydi. Uka narxini ham bomba qilib beraman dedilar. Qani qo'ldan kelgancha yoritib o'tamiz. Aka, qayerdan boshlaymiz? Xo'p, mana shundan boshlayveramiz. Endi bir o'shqitdan qo'ldan kelgancha xudo xolasa narxlarni yengil qilib, mashalloh, mana mollar beramiz. Telefon qilishaveradi. Aka, xudo xolasa aytilgan gaplar otilgan o'q aka, xudo xolasa garantiyada javob beriladi aytilgan gaplar. Garantiya akalar, mana tuyoqlariga metro beringlar. Oshchi cho'zib ketmaganda ko'ringlar. Oldi oyoqlariga baquvvatligi, qo'polligi ham yaxshi, keyin molni qaranglar. Kallalari ham dumaloq variantda ko'ringlar akalar. Mashalloh. Molni ko'ringlar mana. Badanda tozaligini. Xudo xolasa e'tibor berib ko'rib turgan bo'lsalaring akalar, inshaalloh uyaltirmaydi jigarlar. Oyoq qo'li ham polvon variantida. Mana enini ham endi video cho'ziladi, lekin oladigan inson uchun akalar mana bir qarchim 23 sm deyman. Ko'ringlar mana korpusni. Xudo xolasa xipcha emas mol akalar. Yelka variantlari ham yomon emas. Mana yelkalarni ham ko'ringlar. Mana yelkani mana tappak yelka akalar. Yaxshi Elyor aka, biz endi qo'limizdan kelgancha reklama qilamiz. Bizni maqsad molni borlig'ini insonlar video ko'rayotganda insonga gapirsangiz, haligi xayol shunda bo'ladi. Deb e'tibor berishadi. Bizning maqsad shu e'tiborlarni qaratish xolos. Boshqa bir maqta, bir nima emas. Shu narsa Alloh bergan xilqat. Bo'yin taraf, oldi taraflari zo'r ekan. Endi narxchi aka. Xo'p, buni bo'ylarini birinchi aytib o'tib kelsak zo'r bo'ladi-yu aka. 1.5 ga olishaveradi. Asli bo'yiga tortishmaymiz. Mana shu narsa 1.5 ga, lekin akalar uzunligi ham oldi videoda qanday ko'rinadi bilmadim. Bu yerdagi hamma chiqarayotgan mollarimiz uzunligi yaxshi. Qilishga ham bitta ko'rsatib qo'yasiz. Mana shuni ishqiboz akalarimizga. Akalar, sog'imlarni ham bir ko'rsatasiz deyaptilar. Bu oq yelin aka, akalar mana mol ozgina qo'rqib tortilib turibdi ham, lekin o'shanda ham uzunlik holatlari yomon emas. Aka, mol zo'r, tushundik. Mana bo'yin taraflarga e'tibor bergan odam mana shu joyga ham shu vaqtgacha qaragan bo'lsalar kerak. Mana mol badani ham yomon emas jigar. Narxi-necha aka? Xo'p, narxini Oybekjon 9 million 100 ming berishadi. 9,5 93 deyishdi kerak yo'q. Bizning maqsadimiz sotish. Yaqin qilib, imkon boricha yaqin qilib aytamiz. Telefon qilishadi o'zlariga, yana chiroyli qilib o'tib 9,100 ming so'mdan yana kami bor jigarlar. Nima deysizlar? Bu ham endi bir simental demaymiz, lekin qizloqlar aralashgan ekan, shunga o'xshash. Yaxshi aka, narxlar tushunarli. Endi o'zingiz qo'ldan kelgancha o'tib kamaytirib berasiz. Ilova qilishaveradi. Lekin mollaringiz hammasi oyoq qo'lchan ekan aka. Oyoq qo'l uzun, tuyoqlarini ham bitta olib qo'yasiz. Oyoq qo'li yo'g'on o'sha bo'ladigan mollar. Xudo xolasa saralab olib kelganmiz mollarni. Aka, buni bo'yini o'lchaverasiz. Hop, bo'ylari 1.5 ga olishaveradi. Yana bir o'lchab qo'yamiz. Buni ham 1.5 ga olishaveradi. Oybekjon. Hammasi 1.5 yaxshi ekanda korpus mollar. Korpus butun mollar mana.
orqa boshini ko'rib turibsiz. Ozgina Bugusga o'tmas. bugusga o'tmas, teja varishadi. Xudo xolasa aytilgan natija bo'ladi. Narxi nima deymiz aka? Xo'p, buni narxini Oybekjon 8 million 800 mingga tushib beramiz. 8 ming so'mdan tushib beriladi. Jigarlar. Lekin oyoq qo'lchan mol kerak degan odamga yomon emas, jigarlar. Bo'ldi aka, keyingilamda ko'tini surib ko'rsatavering bir-biriga shular. Siz ham yordamlashaveringlar hali bo'lsa, buni molni surib nima ko'rinmayapti, bir-birini pinjiga qolyapti. Vallahi yaxshi turmayapti mana. Asha arqamchiga tushmagan mol aka. Qarashib turavering o'tib. Hozir qaranglar, mana hamma mol bir joyga to'ppaga qolyapti, hozir sizlar ko'rinmay. Yo'qsa aka, mana molni ko'rsatib bo'ldi. U yoqqa surib qo'ying. Mashallah bo'ladigan mol ekan, akalar ko'ringlar. Mashallah, oyoq qo'lini. Bittasiga buni akalar. Bittasiga bunisini tavsiya qilyapmiz akalar. Oybekjon bu ham 1.5 ga olishaveradi, qorani. Surib turing, shunda ko'rinmayapti-da aka, mana shu molingiz bor. Yo'qsa yechib chiqib olib chiqib alohida baylang. Video cho'zilib ketyapti. Shuni yechib chiqib bu yerga baylab qo'yaverasiz. Yaxshi akalar, mana orqa boshini ko'ringlar. Xudo xolasa holati yomon emas yerlar, mana ko'ringlar. Korpusda har doimgidek korpus kalla boshlari. Kalla bosh taraflari ham. Kallasi ham o'ziga yarashgan, shoqam oshiqcha o'sib ketmagan. O'ziga yarashgan kichkina. Old taraflari, mana old oyoqlarini, bo'g'imlarga e'tibor beramiz. Yomon emas, jigarlar, xudo xolasa. Mana orqani mana joylarga kengligini ko'ringlar. Xudo xolasa kengligi yomon emas akalar. Mana shuni bunday qilingchi, bir qandaydir. Bir osmonamda surib ko'rsatingchi aka. Akalar mana ko'ryapsizlar. Xudo xolasa shu narsa bo'yi 1.5 buni ham 1.5. Narxi-chi aka? Hop, buni narxini Oybekjon balat aytib 87-88 deyishdi keragi yo'q. 8 million 600 mingga telefon qilishadi, o'tib beraman. Voy, 8,5 dan qarang, mana 91 dedingiz. Uni 86, 8,5 dan. Albatta butun sanab qo'ying. Bo'ldi, 91 bo'lsa 9 millionga 8,5. Tushunading, butun bo'lsa endi 100 ming so'mdan ziyoni sizga maqsadga yana bir qadam yaqinroq bo'ladi. Bo'ldi, yaqinroq yana tushib berilaveradi. Ikkalasi o'zi lekin bor, bu sog'imlarni ko'ringlar, mashalloh. Sog'imlarni ham tashlaydi. Shu ikkalasi bir xil ekan, mana shu arqon nuqtaga tushmagan shekilli. Akalar sifatiga bor, shu mol ham konkret mol ekan, jigarlar. Ikkalasi ololigi ham, uni sonidagi ololari ham o'xshashda, faqat dumida oqi yo'q ekan, mana ko'ringlar. Xudo xolasa, orqa oyog'i, ikkita oyog'ida oq qalasa belbog'i bor ekan. Ana shunday qiling aka, video cho'zilyapti. 7 daqiqa 35 soniya bo'lib ketdi. Aka qo'ldan kelgancha tezroq chiqazib o'lchab hali qilsak, obunachilar ham kutib qolishmaydi. Akalar ko'ringlar kalla boshlarini. Siz ham qarashavering akangizga bemalol videoga chiqib qarashim. Oybekjon mana. Tezroq maqsadga o'tsak yaxshi bo'ladi. Jupiga olib qo'ysa ham bo'laveradi. Sifat ishqibozlariga aka. Qoch. Endi bunda bitta vibr qilaylik aka, narigini ham yechib kelishsa. Narigini ham yechib olib keling. Akalar, mana shu 3 ta pachka narsa bor. 4-inchisi ham mana unisini sementalik gibrid deb aytyapman. Mana ko'ringlar molni. Mana ko'ringlar. E'tibor beryapsizlar. Mana shu narsa yetib boradi. Orqasi pasayib, yo'q katta deb qo'ymang. Oyoq qo'llar bo'g'imiga e'tibor beringlar, xudo xolasa. Bo'g'imlari ham konkret variant. Endi mana nima deysizlar akalar mana. Cho'lasi bor-ku, ishoninglar. Shu 4-5 ta olaman degan odam kelib ko'ringlar, juda bo'lmasa akalar, o'ta pachkalik ham butun narsalar mana ko'ringlar. Stoykani butunligini akalar. Ko'ryapsizlarmi? Olasi bulaychida eng kattasi ham, polvoni ham olasi o'zi bilinib turgan bo'lsa akalar mana. Mana olib qo'yasiz bir qator oldi yelkalari bilan. O'tta pachka. Yelkalar ko'ringlar mana. Yelka ham 4 burchak yelkadan, haligi parra yelkadan emas akalar ko'ringlar. Mana. Narxini nima deymiz aka? Bo'ldi, videoni cho'zmaymiz, qisqa qilamiz Oybekjon. Hop, kutib qolishmasin. Xo'p, mana uni 8 million 400 mingga yetib boradi. 8 million 9 million 9,5 million qo'yishyapti. Mana shunaqa sifatli mol kelib qoldi deb. To'g'ri, sipat. 5 ta qo'limda og'zimga tiqolmayman. Xudo xolasa sotiladigan, ozgina o'tadigan qilib gapiraman. Gap so'zi lekin mana mollar haqiqatan ham tuyoqlari ham dumaloq, sifatiga gap yo'q mollarda haqiqatan ham. Qayerdan olib kelgan bo'lsangiz ham yaxshi mollarni olib kelibsiz. Ha, bunisi-chi aka? Ha, buni Oybekjon o'ta polvonligini olasi bor-ku. Qo'polligi ham bilib turgan. Oyoq qo'lini ham bitta olib qo'ying mana shuni. Ishqiboz akalarimizga tamachi. Mashalloh akalar ko'ringlar. Xudo xolasa tez o'zgaradigan variantidan o'sha narxini ayting, tushunarli aka. Hop, narxini turibdi mol taniydigan odamga akalar. Korpus hamma ish ko'rsatayotgan mollarimiz, oyoq qo'lchan korpusi ham butun. Buni ham o'sha gap, sifatli mol kelib qolibdi deb
orqasi chiroylisi kelib qolibdi, kengidan kelib qoldi deb narxni osmondan kelmaymiz. Xudo xolasa sotiladigan qilib aytamiz. Ozgina xayrini qilib o'tib beramiz. Ayting. 9 million 200 ming berishaveradi mana shu. 9,5 ham yo'q, 9,5 ustida ham yo'q. 9 million 200 ming so'mga kami ham bor. 9,200 ming so'mga akalar kami bor. Mashmalloh arzon bo'lyapti akalar. Juda ko'ngillang, ichlang chiqmasa kiyib ko'rib olinglar. Mana shu 7 tasi bor-ku, arziydi akalar. Bitta. Endi jigarlar mana bunga keldi akalar, tezlataverasizlar ha akalar. Yaqin bo'ylamang, mana uni hozir bu yoqqa sursak keyin xalaqit beradi aka. Siz sal uzoqroq bo'ling, iloji bo'lsa mana hozir baylasak keyin yana video cho'zilib ketadi akalar. Tezlataverasiz. Bo'ldi mana. O'zi 10 daqiqadan o'tib ketdi-da. Buni ham bo'yi 1 metrga, 1 metr plus 1 metrga olishaveradi. Konkret o'lchab qo'ying aka. Bo'ldi. Bo'ldi deyishyapti akalar. Xo'p, buni egasi dehqondan oldim, sementalga urib qo'ydirganman dedi. Hop. Shoxlari ham qotmagan mana. Oq shoxdan ekan-da Oq shoxdan. Oq tuyoq, oq shoxidan. Xudo xolasa shoxi ham oq ekan, gibrid bo'lishi mumkin. Endi bizga ham shuni olib sotganmiz ham aytib qo'yyapmiz. aytib qo'yapti shunaqa, Oybekjon. Bo'ldi. Haliga endi biz 100% garantiya bermaymiz. Mana shu narsa to'g'ri. olishaveradi. Lekin aka haligi orqasini to'rtburchakligi ham bor, konkret ekan lekin. Xudo xolasa Shu gap rost-u, menimcha egasini aytgan gap. Aka ajrating, ko'rsating bu molni. Qo'yib yuboryapsiz-a, video cho'zilib. gibrid deyishyapti endi. Mana shu narsaga olishaveradi. Biz u semental kelib qoldi yo gibrid kelib qoldi deb narxni balat etmaymiz. Bo'ldi, gapiring, narxi nechi pul aka buni? Narxini 8 million 800 mingga yengil xayri bor mana shu. 8 million 800 ming so'mga akalar mana shu ko'rib turgan orqa bosh pachka xunojinlaringda kami bo'ladi. Aytilgan narxlar muhim emas. Jigarlar xudo xolisa aloqa qilsalaring, kami albatta bo'ladi. Aka keyingisini o'lchavering, o'lchab turavering bo'yini. Men hali qilganimcha buni gapirib o'tganimcha buni o'lchasangiz 95. 95 sm, lekin bu ham sifatli narsalarga qo'shilgan. Ko'ringlar akalar. Sifatcha. Orqa suyagini ko'ringlar, irg'ib chiqib turibdi orqa suyagi. O'ta orqasi butunligidan. Aka narxini gapiring. Mana ifodaning suyaklariga gapiravering aka siz. Narxini Oybekjon 7,5 berishadi. 7 million 500 ming so'm berishsak, qaytaman berasizmi axir? Kami ham bo'ladimi? So'rab olishadi-yu. Gapsiz yo'q. 7,5 ga o'tib beraman. Taka o'tib beraman-da. Akalar ko'ringlar. Telefon qilib qaytarib. Kelishamiz-da endi, kelishmaydigan narsa yo'q. Xudo xolasa mirasa qilib madrasa qilib, mirasa yemada. Madrasa qilib gapsiz yo'q. Aka mana endi bular nech puldan bo'y? Dala boblarimiz. Lekin bularda ham holati yomon emas ekan, prosta mehr talabroq. Ularga nisbatan korpus qarov yo'qroq sal. To'lov jihatdan, boshqa jihatdan to'lovlari joyiga kelmagan akalar. Endi tikanim parvarishlaversa zo'rib ketaveradi. Aka nech puldan? Narxini ayting, bo'yini ayting. 90 plus ekan. Mana sizchi, bunisi balandroq turibdi. Bu ham shunaqa 90 plusga oshaversa, u bo'yiga tortishmaymiz biz. 90 plusga olaveringlar ekan akalar. Narxi-chi? Narxini 6,5 demoqchi edim. 64 dan berishsa. Gap yo'q. 6 million 400 dan akalar. Lekin molda uzunligi ham, gazi ham, holati ham yomon emas. Ko'rib turgan bo'lsalaring akalar. Xolasa. Aka yaxshi. Hop, agar videoda xato kamchilik bo'lib, biz qaysidir ma'noda yoritishni eplolmagan bo'lsak, aka, qo'ldan kelgancha biz jigarlarga xizmat qilib o'tasiz. Akalar, lekin mana shu 7 tali partiyani bir joyga tortishlaringda tavsiya berib qolaman. Bir joyga nech pul aytmoqchilik? Tezlatib o'rgaylar aka. Bir joyga hop, ona ikkitani qo'shmayman. Mana shu 7 dona sifatli, xudo xolasa bo'ladigan narsalar 8,5 dan berishadi. Mashalloh. Hayrini qilib o'tib ham beraman, yana telefon qilishaveradi. Akalar 8,5 millionga mana men boshqalarga o'xshab bojam aytdilar, uka, mana ularni buna qilib qo'shib olmayman, boshqalarga o'xshab insof berasizlar, Xudo barakasini bersin dedilar akalar. Xudo xolasa aloqaga chiqinglar jigarlar, inshaalloh qo'ldan kelgancha yengillatib beraman. Buni ham aytib qo'ying-da, mana bitta 7,5 lik qo'shilyapti, xolos. Boshqa hammasi xudo xolasa bo'ldi. Chiroyli so'mma o'tib bergan bo'laman, yana telefon qilishadi, kami ham bor. Gap yo'q. Aka, Alloh taolo savdoyingizga baraka bersin. Shu qatori barcha obunachilarimiz ham savdosiga baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.